Bugun men Synergy Holding tarkibidagi Galaxia kompaniyasiga ish jarayonini kuzatish maqsadida keldim. Tomosha qilamiz. Hozir Galaxia kompaniyasi direktori Akmal Rahmatovichni suhbatga tortamiz. Akmal aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, omonmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Akmal aka, ko'p vaqtingizni olmaymiz. Savolimiz quyidagicha. Agar xodimlaringiz belgilangan sotuvni amalga oshira olmasa, qanday ish tutasiz? Обычно bunaqa holatlarda xodimni bo'shattirish yaxshi chora, lekin biz o'z xodimlarimizni yaxshi ko'ramiz va ularga imkoniyatlar beramiz. Avvalambor masala nimadaligini, muammo nimadaligini birinchi O'rganasiz. Rahbarlarimiz bor, mana kuratorlarimiz bor, field force menejerlarimiz bor. Ular bilan shug'ullanadi, muammolari qattiqligida, hududiy menejerlar bor. Umuman poylalarda qanaqa muammolar bor, muammolarni yechib, ularga maksimal ravishda yordam berishga harakat qilamiz. Endi esa kompaniya produkt menejeri Gulnoza Yusupovnaga murojaat qilamiz. Ular hozir ish jarayonida. Kirishimizni ham bilmaydilar. Ko'ramiz nima javoblar beradilar. Gulnoza opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, endi bezovta qildik sizni. Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Rahmat. Sizni vaqtingizni ko'p olmaymiz. Savolimiz bor. Bitta savol. Savolim quyidagicha. Agar xodimlaringiz imtihondan o'ta olmasa va sizga qo'llab-quvvatlab yuboring, yordam bering Gulnoza opa deysiz, qanaqa ish tutasiz? Yordam berasizmi yoki yordamni taqiqlaysizmi? Har bir Galaxia kompaniyasiga, bizning holdingimizga kelgan xodim bu etapma-etap o'zi ekzamen, attestatsiyalardan o'tib kelishadi, bilishadi, qatga kelishayotganligini, juda ham yuqori talablar qo'yiladi, yuqori majburiyatlar qo'yiladi. Shuning uchun oldindan aytamiz, yaxshilab tayyorlaninglar. Attestatsiya savollariga mukammal tayyorlanib, mukammal javob beringlar. Lekin hali bunaqa narsa bo'lmadi. Hamma mana hozir 3 oylikda attestatsiya o'tkazamiz, 6 oylikda o'tkazamiz. Har bir sotrudnikimiz, har bir xodimimiz 85% dan yuqori ball olib kelishdi. Zo'r. Ungacha to'g'ri tayyorlaymiz, yordam beramiz. Lekin yiqilganlar xudo xolisa bo'lmadi. Juda ham o'rinli javob bo'ldi Gulnoza opa. Alohida sizga rahmat. Ana endi esa qadrli do'stlar, hududlarni rivojlantirish bo'yicha menejerimiz bor. Savriddin Azamatович. Hozir ularning ham xonasiga kiramizda birga savollarni eshitib, javobini ham eshitamiz. Marhamat. Savriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, endi bezovta qilamiz aka. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Savriddin aka, savolim quyidagicha. Hududlardagi rahbarlar sizni boxabar qilmasdan qo'l ostidagi xodimlarni ishdan chetlasa yoki nojo'ya ishlari uchun qattiq jazolasa va tabiiyki buni siz keyin bilib qolsangiz, qanaqa ish tutasiz? Hali bunaqasi bo'lmagan. Endi agar mabodo bo'ladigan taqdirda avvalambor birinchi navbatda bu narsani asl mohiyatini, asl sababini o'rganamiz. O'sha ketgan xodimlar bilan aloqaga chiqib, nimaga bunday bo'ldi, nima sababdan bunaqa bo'lganligini bir og'iz so'raymiz. O'zi bu muammo hal bo'lgan bo'lsa, keyingi qadamlarda keyingi xodimlar bilan bunaqa bo'lmaslikka maksimal darajada harakat qilamiz. Ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, javoblar juda ham o'rinli. Ana endi Mirzo Ulug'bek hududi bo'yicha savdo vakilimiz Sunnatbek Abdullayevga murojaat qilamiz. Ularga ham qiziq savolimiz bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamaysiz? Jamoa jam-ku. Omonmisizlar? Bezovta qilmadimmi, kirsam bo'ladimi? Savolim quyidagicha. Sizni hududingizda, sizni hamkasbingiz kelib, sizga aytmasdan, bildirmasdan ishlayotganini bilib qolsangiz, qanaqa ish tutasiz? Albatta kulib qarshi olamiz. Yo, mayli, hazil bilan. Haqiqatan ham shunaqa holat bo'lsa, qanaqa ish tutasiz? Avvalambor o'zini birinchi ogohlantiraman, чтобы boshqa bu holat qaytarilmasligi uchun agar yana bu ishni davom etadigan bo'lsa, yuqori turuvchi Rahbarlarga aytamiz edi. Demak, sizlar inoqsizlar, bir oilasizlar. Bu holat sizlarning jahlinglarni chiqarmaydi. Yo'q, to'xtang. Bu holatda обязательно bizlarning jahlimizda chiqadi. Chunki biznesda aka-ukachilik yo'q. Demak, chora ko'rasiz baribir. Da, albatta bu o'zimizni ogohlantirganimizga qaramasdan yana shu ishni qiladiganimizda biz tepadan обязательно chora ko'rishini so'raymiz. Qattiq chora so'raysiz.
qattiq chora so'raymiz. Gap yo'q. Azizlar, ko'rib guvohi bo'lganingizdek, xodimlarning javobi juda ham o'rinli, haqiqatan ham haqiqatni aytib bizga javoblar berishdi. Ularning ishi juda ham jadal ketayotgani uchun ularni ko'p bezovta qilmaymiz. Biz bugun Synergy Holding tarkibidagi Galasiya kompaniyasi siz bilan ko'rishdik va holding tarkibidagi boshqa kompaniyalar bilan ham xuddi shunaqa qiziqarli savol-javoblar qilamiz. Kuzatishda davom eting.